Assalomu alaykum, Dom avtobus obunachilari. Bugun bizda Gatoy biznes, tayyor tadbirkorlik biznesi, ya'ni bunda suyuq parashyut, suyuq idish yuvish gellari va shampunlar, ya'ni mo'yshiy sredstvalar ishlab chiqarsa bo'ladigan tayyor konveyer. Hozirda klientimizga pul zarurligi uchun sotilyapti. Narxi juda ham arzon. Bu 3 tonnali qozoni bo'ladi, ya'ni aralashtiradi. Bu suv distillab beradigan apparati, bu bochkalari tayyor. Bu obrazit tayyorlashga idishi, bu dozator, ya'ni quyib beradi bu. Ya'ni idishdagi belgilangan miqdoringizda quyib beradi va ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa suyuq holatda parashyutlar ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Ya'ni 2 litrli, 3 litrli yoki bozor bo'lib mana 5 litrlilarni bemalol ishlab chiqarib sotsanglar bo'ladi. Hozirda eng trenddagi bizneslardan biri shu apparatlarni sotib olishga ulgurib qolinglar. Bunaqa arzon topa olmaysizlar, chunki klientimiz chet ellik xitoyliklar arzonroq bo'lsa ham sotib ketish maqsadida va bunga qilingan xarajatlar juda katta va sertifikatsiya xizmatlarini ham ular olishgan. Sertifikatsiya hujjatlari bilan birga beriladi. Tez ulgurib qolinglar. Nomerlarni opsiyaga yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqib to'liq ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Rahmat kattakon.